Va boshqa rivoyatda ajoyib bir hadisni men o'qib qoldim. Mahmud Xalil Husoriy rahimahullohning Ma'al Qur'anil Karim degan kitoblarda kelgan ekan. Ajoyib hadis ekan. Ya'ni Abu Hurayra radhiyallohu anhu aytgan ekanlarki, Abu Hurayra Qur'onni avval o'zing o'rgan va boshqa odamlarga ham yaxshilab o'rgatgin. Agar mabodo mana shu yo'lda vafot etib o'lib qoladigan bo'lsang, Baytul Atiqni, ya'ni Ka'batullohni qandoq ziyorat qilib tavof qilinsa, sani qabringni ham farishtalar shunday ziyorat qilib kelib turadi degan ekanlar. Tasavvur qilyapsizmi qanaqangi maqomligini? Bunaqangi maqom boshqa maqomga berilmaganda, yoki boshqa rivoyatda Iqro warqa waratil kama kunta turatil fid dunya degan rivoyatda jannatga kirgandan keyin o'qiganing sari ko'tarilib borur deyiladi va oxirgi o'qigan oyating seni jannatdagi martabang bo'ladi, ya'ni Firdavs bo'ladi deganlar. Xulosai kalomda Qur'oni Karim haqiqatda ilmlarning afzali, hatto qorini ota-onasiga mahshar maydonida quyoshdan ham ko'ra yorqinroq bo'lgan toj kiydirilishligi bashorati berilgan. O'zi aslini olganda qori haqiqatda murattab qori bo'ladigan bo'lsa, mana shu joyga e'tibor qaratib qo'yaylik. Amaliga Alloh hasib. Bu yerdagi Qur'on o'sha Iqro warattil kama kunta turattiluni lafzini olib qarasak, xayrukum man ta'allamal Qur'an va 'allamahni olib qarasak, amal qilsa degan qayti yo'qda, to'g'ri qolgan hadislar bilan amal qilishni qo'shamiz. Lekin Qur'oni Karimni o'zini yotlab, bo'lib ham mamlaqa qilib bir o'tirishda o'qib berishligini o'zi alohida bitta karomat. Amaliga Allohning o'zi hasib bo'ladi. O'shaning uchun ham bu eng oliy maqomlardan. Hatto qori o'qiganda Firdavsga ko'tariladi. Firdavsda yursa o'zi yurar ekanda, yurak siqilaverar ekan, hadislarda keladi-ku. Nimaga desa, ota-onasi yo jahannamga tushib qolar ekan, yoki pastroq martabada ekan, yoki eng yaqin do'sti yoki ustozi pastroqda bo'lsa, haligi bandaga, "Ey bandam, nimaga sen bunaqangi mahzunsan? Yo Alloh, shu ota-onam yoki meni do'stim, ustozim pastroqda ekan, dunyoda billa bo'lardik, menga Firdavs ham tatimayapti" desa, haligi qorini hurmati uchun yo do'zaxdagi haligi ota-onasi yo iloyim ota-onasi bo'lmasin, bir yaqini yo pastroqdagi martabadagi haligi ota-onasi bo'lsin, yo yaqini bo'lsin, ayoli bo'lsin, do'sti bo'lsin, ustozi bo'lsin, qorini ko'yni xursand bo'lsin uchun Firdavsga shunday olib chiqib qo'yilar ekanda. O'shaning uchun imkon qadar qo'limizdan keladigan ish. Men aytaman, kallasi ishlab turgan odam bormi? Albatta Qur'onni yotlashlikka salohiyati bor. Biz o'ylamaylik, masalan 2 yilda yodlash, 3 yilda yodlash emas, mayli 2 yilda, 3 yilda yodlalmasmiz, lekin umrimiz mobaynida yotlashimiz mumkin-ku. Mana hadisda kelyapti. Agar mabodo mana shu yo'lda o'lib qolsang deyaptilar Rasululloh. O'shaning uchun imkon qadar hadis bilan birgalikda Qur'onga e'tibor qarataylik.